muhtaram tomonlar hamda sudlanuvchining qarindoshlari eshitamiz. Endi to'g'ri og'ir jazo berildi, lekin og'ir oqibatlar kelib chiqqan. Bu yerda bitta narsani to'g'ri qabul qilinglar. Kimdir mana yurist odam niyat qiladiki, to'g'ri, har bir yurist ham prokuror bo'lsam, sudya bo'lsam degan fikr qiladi, niyat qiladi. Lekin mana shunaqa og'ir vaziyatlar bo'lsa yoki kimdir farzandi bilan bog'liq, o'lim bilan bog'liq jinoyatni ko'radi yoki shu shaxsga nisbatan jinoyatni ko'radi deb hech kim niyat qilmaydi. Biz hayotda faqat shunaqa yo'lda to'g'ri kelib qoldik. Sizlar bizni to'g'ri qabul qilinglar. Biz sizlarni tanimaymiz, sizlar bizni tanimaysizlar. Biz faqat ish doirasida to'g'ri kelib, biz qonuniy qaror qabul qilishga harakat qildik. Bizni qarorimizdan shaxsga nisbatan emas, bizni qarorimizdan norozi bo'lsangiz, marhamat, qonun bunga yo'l qo'yadi. Qonuniy tartibda shikoyat keltirsangiz, bizni qarorimiz qonuniymi, yo'qmi, yakuniy emas. Bu yuqori sud instansiyasi tomonidan qonuniyligi qayta ko'rib chiqiladi. Tushunarli? Sizlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz.